Buxoroy Mir Arab madrasasida ikkita talaba hayit kuni deydi. Birinchi safga o'tirib hayit namoziga chiqib, birinchi safga o'tirib olibdi. Biroz o'tirsa, qani yo'l beringlar, po'sht qochinglar, yo'l ochinglar desa, Buxoroning amiri Ali davlat arkonlari bilan kirib kelayotgan ekan. Endi oldidan joy berib o'tiribdi. Haligi talabalar podsho amir o'tirgandan keyin bittasi qitmirlik qilib ataylab podshoga eshittirib, "Do'stim" debdi, hali kursdoshiga "Do'stim" ha desa, shu podshohimiz Amiril Buxoro agar 1000 dirhamdan pul berganda ikkalamizga keyingi Qurbon hayit kuni o'sha amirimizga bir Xizr alayhissalomni ko'rsatardiga debdi. Hayit namozlar o'qilibdi. Hamma tarqiyasa amir bu yoqqa kellaring debdi. Bu yoqqa kelinglar deb boya nima dedilaring? Agar Buxoroning amiri 1000 dirhamdan pul bersak, keyingi hayitga Qurbon hayitiga Xizrni ko'rsatamiz dedilaringmi? Sallitni ham bizi etdik. Xazinabon debdi. Labay bularga 1000 dirhamdan ber debdi, tez dedi, berdiribdi. Xursand endi cho'ntagida pul to'layu, naryoqda gamburger, manbarda cheeseburger. Endi xursanda 1000 dirhamni dadasi bermaganda 1000 dirhamdan pul xursand, kunlar o'tyapti, yegan oldida yemagan orqada. Kunlar o'tdi, bir kun bittasi g'amgin bo'lib o'tirganimish. Narigisi nima bo'ldi senga? Nima xafasan? Hali ham amirimiz bergan 1000 dirhamdan bir 400 yoningda-yu, nima xafasan sen? Ahmoq debdi. Ertaga hayit-ku debdi. Nima bo'libdi hayit bo'lsa desa, Xizrni ko'rsatamiz dedi-ku. Amirga ertaga nima degan odam bo'lamiz? Qanaqa Xizrni ko'rib? Voy, shunaqa kun o'tib ketdimi, hayitmi? Endi haligi va'da chiqib o'sha yerda o'tirsa, yana Buxoroning amiri kelibdi. Qochinglar, yo'l ochinglar, yo'l beribdi, boshqa qilibdi. Hayit namozlar o'qilibdi. Endi hayit namoz tarqab ketyapsa, vazirni qitmirligi tutib qopdi-yu. Podshohim debdi. Mana bu ikkita bolani eslayapsizmi debdi tiranchalar. Kim bu desa, oldingi hayitda 1000 dirham podshohimiz 1000 dirhamdan bersa Xizrni ko'rsatamiz deb va'da qildi. Qani Xizrni ko'rsasin endi. Shunaqa gap bo'ladi. Esidan ham chiqib ketgan ekan u. Dunyo davlat tashvishi, xalq tashvishida shuni turadimi? Shu mayda narsa turadimi? Esidan ham chiqib ketgan ekan. Shunaqa gap bo'ladi. Qani Xizrni ko'rsatilsa, haligi talabalar boshini egib turgani. Endi olovga kerosin sepishni boshlabdilar Qitmir vazirida. Podshohim sizni aldasa, siz meni aldasa mayli edi. Sizni ham aldaydimi podshohim? Bu nima degan gap bu? Qanaqa bedodlik bu? Sizni aldaydimi? Bu chorasi ko'rmasak bo'lmaydimi? Jazo qilmasak bo'lmaydi? Agar ertaga indamay kelsa, sizni yana aldaydiganlar ko'payadi. U keyingi vaziri yana u ahvol, keyingi vaziri yana shu ahvol haligi alangalatiribdi. Endi xo'p, nima jazo beramiz desa, birinchi vaziri qani siz jazo tayinlangsa podshohim deb.